Men yaxshi ko'radigan 5 ta SPF. Nima uchun bularni yaxshi ko'raman? Birinchisi, Bioderman tonalkali SPF. Bu men yaxshi ko'radigan qimmat tonalkamni effektini beradi. Yuzda shunaqa tabiiy turadi. Xuddi siz umringizda tonalka surmagansiz, lekin yuzda shunaqa tabiiydek turib beradi. Shuning uchun buni juda ham yaxshi ko'raman. Keyingisi esa mana men bu La Roche yashil polosali SPF. Bu yuzi juda ham yog'lanadigan, yuzi juda ham teriydiganlar bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Hatto quruq ko'jalarga ham yaxshi turadi, mattoviy turadi, quritib tashlamaydi. Buni shu uchun yaxshi ko'raman. Teringizda agar silliq, tiniq, teringiz takoy yaltirab, svejiy turishni xohlasangiz, Dalbani SPF ni olsangiz bo'ladi. Bu quruq va yog'liga ham tushadi. Hech nimaga juda ham yoqadi. Agarda sizda sepkil, ugridan qolgan dog' va yuzda anaqa dog'laringiz bo'lsa va yuzingizni yoki oqartirmoqchi bo'lsangiz, mana shuni ishlating, chunki buni sostavida whitening effekt beradigan sostavida narsalari bor. Keyingisi esa yuz serin, yuzimni nuqul SPFlab yig'ilib qoladi, quritib yuboradi deydiganlar, shundan ishlatib ko'rganlar, nerealni bomba SPF.